Mana shu joyga e'tiboraveramiz. Qisqichda ozgina videoda rasmga tushib qolgan. Men klientlar telefon qilganda Manu texnikani so'rashyaptimi desam, asosan shu qisqich so'rayapti. O'shaning uchun hurmatli obunachilar, bugungi obzorimizda aynan shu telefon qilib turib kichkina rasmchasi uchun so'ralgan qisqichda obzor qilishga qaror qildik akalar. Xudo xolasa bugungi obzorimizda ZL935L modeli. Ushbu texnikamiz o'tgan safargi videodagi 936 bilan akalar bir xil. Prosta kabinasi past. Nimaga? Bemalol korxonalarga, uylarning ichiga, fermalarga bemalol kirib ishlayveradi. Shu texnikamiz ham bu bilan ot kuchi bir xil, ya'ni 79 ot kuchi 58 kilovat. 1,5 tonnadan yuk ortiqroq yukni bemalol ko'taraveradi. Eng qiziq joyi mana bir boshdan ketaveraylik. Eng qiziq joyi buni nimasi bor? Qisqichi bor. Ana kelib ko'rsatadi, bu yoqda adapteri bor. И 1.1 kubali обычный kovushi ham bor. Ya'niki ikkitasi birda. Keyin buni kara qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, menga karali, vilkalisi ham kerak desangiz, karalisi ham bor. Ya'niki adapterga tushib ketaveradi. Adapterning o'zi ko'chada 1,5 ming, 2 ming turadigan narsa. Ya'niki salonning ichidan turib, salonning ichidan bitta joystikda mana bu qisqichda и kovushni almashtirib ishlataverasizlar. Texnikamizni o'ziga keladigan bo'lsak, shu katta texnikalar bilan taglari bir xil, bunaqa botib qolmaydi. Balonlari ham zavod holatda. Texnikamiz 100% zavod. Texnikamiz qalinligini ko'ring, mana bu narsani, qalinligini. O'zini jussasiga nisbatan detallari anchagina qalin holatda keladi buni. Bu yukni 320 ga to'kaladi. Ya'niki havo, daf, o'tgan safar aytganimdek, qum tashuvchi ya'niki yoki yuk tashuvchi shunaqa transport vositalariga KAMAZ, havo, daf ularga bemalol ortaveradi akalar. 320 ga to'kadi. Ularniki maksimum 290 bo'ladi. 260 ga ko'taradi akalar. Endi kelamiz salon ichiga. Salonning ichida ham apparat motor, bu yog'i joystik akalar. Avtomat mana ko'rsatib o'tamiz. Avtomat, apparat, yonidagi joystik qisqichniki. Qisqich bilan adapterniki. Salonlarimiz bunaqa qum kirib ketmaydi. Sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Konditsioneri bor va qo'shimchasiga ventilyatorchasi ham bor. Ya'niki haydovchi uchun hamma sharoitlar, hamma qulayliklar yaratib qo'yilgan. Ya'niki pogruzchikda bo'ladigan. O'tgan safar aytganimdek, bunda ham to'siqlari bor va albatta oynaklari ochiladi. Bu ham kichkina bo'lsa ham vid beradi. Endi motor qismiga keladigan bo'lsa, ya'ni konditsionerimiz elektronli, boya aytganimdek, konditsionerimizni radiator. Endi bu yoq motor. Motor yuvanhang motor. O'sha VJ kompaniyasiga o'xshash turbinalar bilan jihozlangan. Turbinasi ham unaqa fuflu turbinalardan emas. Bu degani rasxod unaqa katta emas. Taxminan 2 litr, 3 litr zo'riq kelsa 4 litr. Buni ham sovutish tizimi shu 4 talik. Konditsionerniki bilan birga 4 talik. Ya'niki umuman issiq joylarda ham muammo qilmaydi. Va keyingi masalamiz akalar, proteves bor. Proteves ham muammo yo'q. Hozirgi kunda ko'p texnikalar, 95% texnikalar protevessiz kelyapti. U qum solsangiz siz aytgan vesni bermaydi, texnika talchoq bilan ishlaydi. Sement quyadigan bo'lsangiz ham bunaqa ves bermaydi, ham sement mana bu temirni chiritadi. Bu o'zi quyma, yaxlit proteves bilan kelgan. Texnikamizda havo tizimi ham bor, ya'ni o'zini o'zi damlashingiz mumkin, changini qoqishingiz mumkin. Xullas kim havo bachogi bor. Texnikamizda tormozli sistemalari ham jiddiy, ham havo. Bu degani bittada ushlaydi. Texnikamizning jussasi unaqa katta emas, ya'ni jussasi normalniy. Bo'yi baland emas. Mana meni bo'yim akalar 1.80. 1.82 mi shunaqa. 220 chiqadi. Bu degani darvozaxonalardan bemalol kirib uyda ishlash qilaveradi. Akalar, xudo xolasa biz yangilik qildik. Ancha maslahat qilgan holda sheriklarimiz bilan. Agar biz Instagram kanalimizga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz yoki birorta bir operatorlarimiz bilan bog'lanib keladigan bo'lsangiz, xudo xolasa avgust oyigacha $1000 chegirma qildik akalar. Shu vaziyatdan foydalanish kerak. Lokatsiyamiz Tashauto, Xonobodda, ya'niki Korzinkani oldida, mana Korzinkani ham ko'rsatib o'tamiz. Korzinkani oldida Tashauto bor. Tashautoning tepasi 2-etajda. Xudo xolasa kelsanglar o'zi chiroyli kutib olishadi akalar.
Agar batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, tayyor ishlayotgan videolarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar yoki izohda yozib qoldirsanglar, menejerlarimiz o'zi bog'lanadi akalar.